Oltinsoy tumani hokimligi matbuot xizmati. Men Oltinsoy Bunyodkor MChisi rahbari Shermatov Baxtiyor. Oltinsoy tumani Oqarbuloq hududida 7 qavatli turar joy binolari va 2 qavatdan iborat savdo va maishiy xizmat ko'rsatish binolarini qurish jarayonini boshladik. Hozir 7 qavatli turar joy binolarimizdan birinchi, ikkinchi qavati noturar bo'lgan savdo maishiy xizmat ko'rsatishi va 7 qavatli 28 xonadonli jami bo'lib 452 xonadonli turar joy binolarining qurilish ishlari boshlandi. Barcha aholi qatlamlari uchun muddatli to'lov asosida, kredit asosida sotishni rejalashtiryapmiz.